Eski shahardan menga o'xshab uy sotib olganlar Darmonda, sotib olmaganlar Armonda. Sababi rasman bugundan Oxygen House qurilish kompaniyasining eski shahar loyihasida xonadonlar sotuvi to'xtatildi. Lekin siz agar biznesmen, tadbirkor yoki shunchaki joyni ijaraga qo'yib daromad topish niyatida bo'lsangiz, yangiligimiz bor. Endi Oxygen House qurilish kompaniyasining eski shahar loyihasidagi do'konlar sotuvi boshlandi. Mana bu ko'chamiz Alisher Navoiy ko'chasi, shahrimizning eng gavjum ko'chalaridan biri. Bu esa ko'rib turganingiz Andijon ko'cha. Maketdagidagi 4 polosali yo'lga yaqinda o'tadi. Bu degani bu ko'cha yana ham gavjumlashadi. Ya'ni mana shu ko'chada gavjumlashib ketadi. Mana shu tomonidan yoki Navoiy ko'cha tomoniga qaragan tomonlardan do'kon xarid qilishga hozir imkoniyat sizda bor. Do'konlar sotib olish shartiga keladigan bo'lsak, 20% to'lov amalga oshirasiz. Qolgan summani 20 oyga bo'lib to'laysiz. Yana bitta qo'shimchasi bor. Agar siz 100 metr kvadratli do'kon sotib oladigan bo'lsangiz, 100 metr kvadratli podvali bonus. Necha kvadrat do'kon sotib olishingizdan qat'iy nazar podvali sizga bonusga o'tadi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlar yoki Oxygen House Andijon ko'chasida joylashgan sotuv bo'limiga tashrif buyuring.